Ana bo'lmasa. Xo'p, mana pakamiz yonishi. Assalomu alaykum. Aka, mana kotel o'rnatib ketdinglar. Kotellarni yoqyapmiz aka, ko'mirlarni to'ldirib qo'ydik. Mana graduslari yonishi mana aka. O'ta go'zal. Qo'llar yurmasa, rahmat aka katta. Mana 250 kvadratli kotelimiz o'zimiz Yazon tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, yoqishganimizga ham 10 minut bo'ldi, 12 minut. Hozir yonish holatlari. Hozir yonishlari mana xoka, mayin xokada yonyapti. Xokamiz mayin. Tutash bunkerdan o't qaytarish degan narsa yo'q.